topda kanallashadi obunachilari. Bizimizlar. Kelaylik. Obunachilar poltaxta olib keldik. Qadrdonlar bundan oldingi videoda o'lchab ketdik, ko'rgan bo'lsalaring. Hop poltaxta olib keldik, o'sha onam polini qo'yamiz endi, xudo xolasa. Xudodan duo qilayotgan yangi balonlar. Zo'r aka. Shinalar yaxshi ekan. Ishlayotgan, sidanmayapti. Bu zimniy ekanda, zimniy. Zimniymi? Zimniy degani qishki degani. Yo'q, nima bo'lsa oyoqdan chiqmayapman. Mana qadrdonlar, mashinachalarimizdan Alloh bo'lsa va ichkarini tozalab olishdi, tanlamaydi. Mana tekis olib qoldi qadrdonlar. Hozir poltaxta qo'yamiz endi. Lagamizni 4 metrligini olganmiz, 3,5 u. 40 o'zidan anaqa ustidan chiqib qoladi, xudo xolasa. Ustidan kamroq bo'ladi o'shanda. Qadrdonlar bunaqa asli o'sha yerda mashinasimi yo boshqa o'sha film ay mashinasiga mana optim taxta deb qo'yishdi-yu. Shahobiddin akani duo qilib qo'yinglar. Xullas 43 minglik narsani 37 mingdan berishdi mana shunaqa narsaga dedi. O'zi 43 mingdan kam sotilmasdi ekan, arzon qilib berishdi obunachilar mana bunaqa. Sportli bo'ladi. Hozir boshqa qo'yib ketdi, obunachilar poltaxtalarni, ha? Oldin ramboy bo'lardi, mixti qoqqandan keyin o'g'irlar ochilib, sovuq kirardi. Hozir mana shuni olib ketdi. Hozir necha kunda bitib ketardi endi? Ash sovuq tez tushib qoldi, tezroq bitkazishimiz kerak edi. Polini qoqsak, gipsagardon bilan ishga qo'yamiz, ichkanmi? Suv oqsak, tezda qurimaydi ekan. Ezma yana e'tiborda kamchilik bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Aksiya bo'lar ekan. Guvoh qo'ylar obunachilar arzon berishdi. Mana bu narsa ham bitasi 65 ming ekan. 50 mingdan ham berishdi bizga. Shunaqa sharoit. Go'sht yemagan oilalarni qilganimizda ham Mirzaobodda Ashitdan olganda hamma materialni arzon qilib berishgandi. Endi ertaga bu polni qoqib olsak, sizlar mashkartalarga qo'llab olsalaring, gipsagardon olgan bo'lamiz, akam olib kelib beradi keyin. Gipsagardon olsa ketadi. Ikkala xonani ham ichida gipsagardon olib tashlaymiz. Ha, tezroq kiramiz. Reka bo'ladi. Tezroq bo'ladi-da endi. Men eshik derazaga navbat bo'ladi obunachilar. 3 ta deraza, 2 ta eshik qo'yishimiz kerak. Narxlarni aytib o'tdim. Aloqaga chiqinglar agar olib bermoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa yoki mana kartalarga 10 ming 5 mingdan ko'ngilingizdan chiqqanini tashlaringlar dedim. Endi qancha bu vaqt cho'zilsa, shuncha sovuq tushib qolyapti obunachilar. Nima gaplar endi? Chiroyiga boyim kelar, mani
intizor etib vafoli yorim kelar qalbi bahorim kelar chiroyga boyim kelar mani intizor etib vafoli yorim kelar qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan qora ko'z mani ado qilasan sevging yo'lida gado qilasan O'ylaysan? Obunachilar bitta noxush xabar bor. Qadrdonlar, noxush xabar. Ustoga noxush xabar bor. Sherali akam yo'q obunachilar. Sherali akamdan ayrilib qoldik. Chiqmaydi ekan. Kecha ham mana kelmadi, ertalab ham kelib ketganicha yo'q obunachilar. Endi boshqa usta topishga majbur bo'lyapmiz. Qadrdonlar, bu insonlar ham ertaga ketamiz deyishyapti. Nima qilsa bo'larkin jigarlar, nima deysizlar endi? Sherali akam yo'q. Bilmadim endi. To'g'ri, Sherali akam ishlarni boshlavdik-da, to'g'rimi usta aka? Sherali akam ishlarni boshlavdik, Sherali akam yo'q mana o'zi. Ishlar ham ancha to'xtab qoldi bugun. Poytaxtdan olib kelib qo'yganmiz, qoqadigan inson yo'q mana, ko'ringlar. Endi kelmasa kerak-a? Yo'q, kelganda kelardi. Xafa qilganimiz yo'q, boshqa bo'lgani yo'q. O'z-o'zidan ketib olganicha telefonni ham ko'tarmayapti, kelmayapti, dom-daraksiz yo'q, to'g'risi. Uyga ham borib keldim, yo'q. Nima qilsak bo'ladi? Endi aytmayman degandim, boshqa iloji yo'q. Mana Mirzaobodda ustalar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Tezroq bitirmasak bo'lmaydi. Mayli, endi Sherali akam xohlamadi shekilli bu yerda ishlashni, biz bilan ishlashni xohlamadimi? Yo'q, bizni birorta nimamiz qilig'imizmi yo'q, bilan narsamiz yoqmadimi? Usta aka, nima deb o'ylaysiz endi aka? Mana shuni hozir qilib qo'ysangiz ketasizmi? Yetkazib qo'yib qolaqolmash qilyapman-da. Sherali akam ishlarni boshladik, qadrdonlar, nima bo'ladi endi? Mana poytaxtdan olib kelganmiz, yo'q o'zi. Qoqadigan odamni o'zi yo'q. Deylar obunachilar. Qasharchilar bilan qilib bo'lmasa bu narsani. Mana buni tozalab qo'yganmiz obunachilar. Endi pol qilishimiz kerak mana shu xonani 6:30 ga 3:30 ekan obunachilar. 6:30 ga 3:30 mana shu xonani pol qilishimiz kerak, lekin pol qiladigan ustani o'zi yo'q. Nima bo'ladi endi obunachilar? Chatoq bo'ldi-yu, ha? Mana xonani-ku mana stashga qilib qo'ydik. Qadrdonlar. Chotki bo'ldi, endi bu qursa bo'ldi. Hozirdan kirish mumkin emas. Kirish taqiqlanadi qilib qo'yganmiz bu yerda. Kirish taqiqlanadi. Sherali akam ishonib turuvdik-da, endi g'alati bo'ldi-da. Ha? Qalashib oxirigacha tursa bo'lardi, Sherali akam deyman. Endi u yerning do'sti bor ekan. Kelmaydi-kan endi bo'ldi. O'zlari qilib o'ylardi. Yo'q, mana uyga ham bordim, yo'q, obunachilar nima qilsa? Hammasi eshakni o'zi kelyapti obunachilar. Mana eshak kelyapti obunachilar. Sekinroq yur. Sekin yo'lingiz dokumentlar ko'rib qo'ying. Bormi dokument? Yo'qmi? Yo'q. Yil qanaqa bo'ladi bez dokument?
Uka bezdagi maydonlar. Eshakni reshat qilamiz. Qay ketyapsiz? Eshak arabasi bilan arendaga chiqib ketyapti. Ha? Azamatjon qay ketyapti eshak? Ha? Bitta aynal kelaman. Chiqilo buni o'zbeklarimiz. O'g'li ko'p qaytdim. Yo, yurayapsan. Boshqa qilib Evicha bu. Tezku bu. Nag'lib. Elektromobil ekanda. Yes, aytasan. Tom, no, yomon. Yomon tez yugurib to'xtat inchisa. Ish. Hey, ish bor, ish. Soqali ish. Hey, soqali ish bor, to'xta. Dadang. Ish. Ketyapsiz, ish. Ish dishlar ekanda. Nima bu? So'qat turib ya. Pulga ish bor desak, mana qaytamiz. O. Ketdik sonua. Uyga. Choptiring. Cha! Chiqdik. Ha! Men buni Buni oldiga olyapsan. boshqacha ekan. Ha. Sekin, bu mashina kelyapti. Birinchi marta chiqishim. Obunachilar. Oy. Na, o'zimizda endi bilasizlar, o'zgarlar. Ish ko'p. Qadrdonlar. Yuro, bosu. Qadrdonlar tilagi bo'lsin. To'xtatishasan bakan xolos buni. Ashetlarda ish bor aka. Ish deyapman. Soqali ish. Eshak arendaga olib ketasizmi, tog'a? Cho'p. Ish. Bo'l, to'xta. Ana, olmasda. Oting nima? Ha? Aqliddin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sochingizda. Hamdud nima? Ajoyib. Azamatjon. Hadi aka. Soqoli chiqib qoldi. Azamatjonga leva. Yo'q, sen ketasan. Bo'pti-ku. Soqqani ishlab kelaver. Ish. Siz gapingizga kirarkan olasizda, ha? O next 3 ga aytyapti o'ylarmi? Ketdi. Eshaklar. Ha, Kepar shunda bitta tovul tugatda. leva. Hozir nimaga olib ketishdi? Yo'l tashda. Yo'ntosh shahar. Jumtayga. Ha. Ularga üzümü var. Şirke karvanı var. Güzel tagi yo'l tashda. Eshak mehnat qilib kelib boqar ekanda siz, ha? Elimde Neç- bir var ama. Nechi beradi endi ashunga? Endi qari. Endi 800 ming lira endi ishlatganda nasiga qara. Ha. Azamatjon toshib beradi. Yo'q. Men tashlab Hozir ketadi. tashlab ketadi. O'zlari ishlatishaveradi. Güzel ishlatadi. Ha. Bir qilib pulimiz bormi? Toshib beradi. Beraber. O'lchiydi ekan obunachilar, qo'shni. Uyga yur. Motiga ketib yoqa. Oti nima? Muti. Muti. Uyga. Muti uyga. Bor. Ertaga gaplashamiz, bugun yetadi. Qo'shni iti, o'lchiydi ekan. Qadrdonlar, eshakdan ko'rlar. Qancha bo'lmam? Mana ertaga bilasizlar, g'o'za qo'yamiz deganmiz. O'shanga mana ertaga butun qo'yib, bir tarafini ishlaka buloq qilib, ko'tarib qo'yaylik degan niyat bo'ladi. Endi qo'shni devoriga qadamimizni hali ham aytib o'tdim. Ana shunga endi mana nima deydi mana uni aka? Padrushka. Padrushka bu? Neyse? Mana. Ha, o'sha padrushka kuylayapti. Davlat Padrushka desiz, padrushka qilib yuradi. Hali bola bilan qiz. Mana shunga xayol ketib qoldi. Padrushka ekan bunachilar. Ustiga kuylaydi. Mana aytamizcha qiyshib ekan, keyin tekizlab turib, keyin tekizlab boramiz, xudo xolasa. Arasdan kelgan to'g'ri boradi. Xudo xolasa. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Qolgan hech nima bas.
Ha? Uyda bitta mashinka bor, olib kelsam bo'larkan-a? Sochlarim o'sib, ammo sovqatasiz hamda endi bag'riga. Shapka yo'q. Shapka. Shakiyamga issiq o'dam. Shapka oyog'i yangi. Eng qiziq Sherali akam yo'qligicha o'lyapti. O'sha yerda ertaga kelaman dedi-yu. Kelarmikin-ni? Aldetda u. Mana kecha ham ertaga kelaman degan. Haligi aytgani qilamiz-ku, qo'limizga qarab Eshak arabaga yuklab bo'lsam ham kelamiz. Yo'lamiz, suzilaymiz asfaltga. Bizlar sotilib ketdi, qaytib borib qo'yadi. Necha yildan beri taniysiz Sherali akamni? Necha yil bo'ldi beki ko'chib kelganingiz? Bu 708 yil bo'ldi. 18 yildan beri taniysiz. Ukangiz qatori olib ketgan ekan Sherali akam. Bu sher bilan ham unisimaman. Narigi sher bilan. U sher endi boshqacha u sher. Hali Darsgacha kommentariyaga yozib qo'yibdi. Qo'qon shamollida aytgan jo'ralarni qadasi bor. O'sha ko'p kelganda, mana to'kaklar. Mana shu yerga ikkita to'shak beringlar yumshoqroqdan. To'shak yetmayapti deb aytdik. Bog'dodchilar, ha nima deya to'shakdan, qo'yinglar, hech kim uyda to'shak yo'q Bog'dodda. Mana shu gaplarni eshitish Bog'dodlarga oson deb o'ylaysizlarmi? Siz ham shapka yechib olyapsiz. Yangi-da. Yangi telatadi. Ancha bu insonlar bilan chekgan kunimiz kulish nima bilmasdi. Mana ancha kulib, kayfiyatlari ko'tarilib, qadrdonlar. Yaxshi, yuringlarda maslahat aytdingiz ko'pchilar. Mana biz har doim zilla olardik, anaqadari Isuzuga o'xshagan to'kadiganlar tushib ketdi hozir. O'shanaqa olardik, Kamazga ancha barakali bo'lar ekan, ha Rustam aka? Kamazniki. 1.5 ta oladi-da. 1.5 ta. O'tasizmi? Ministrlar. Xudo rozi bo'lsin shu kamazchilarimizdan ham. Endi shu Bog'dod xalqiga yana kamazchilarga iltimos qilamiz. Mana zasipkamiz ancha past, obunachilar. Zasipkamizni yana to'ldirishimiz kerak. Davomiy to'kaveramiz. U netga mana yana to'kilgan kecha payti ham ishlangan. Tobora kanalga o'tsanglar bundan keyingi videoda ko'rasizlar. Kechasi ham ishlangan o'sha kadrlar qo'yamiz. Kechasi ham ish bo'lgan. Shularni qo'yib o'tamiz. Endi ozgina agar o'tam qilib bering debdi juda ko'pchilik. Agar o'tam qilib beramiz. Albatta qishloq sharoitida baribir bir qator pomidor, bir qator qalampir, to'rtmuz aka, ikki qator kartoshka, rayhonlar, ukroplar qilib ekib qo'yadi baribir. Mana shu yerga mana yerga oshxonani solib olganimizdan keyin qolgan joyi o'sha devorga oldidan yo'l qoldiramizda qolgani hammasi agar o't bo'ladi baribir, obunachilar. Endi asosan bizga shu homiylarimiz bo'lib qolsa, birorta inson qalbiga bir Allohim solib, ey Xotamtoy, nimalar bo'lib ketyapti? Bo'ldi uka, qo'llaymiz deb telefon qilibmi yoki bo'lmasam o'zlari aloqaga chiqibmi, bir kelibmi, shu tomingizni ham yangilab yuboring, shu bir oshxona qurar ekansiz, shu oshxona bilan tomi bilan bir chiroyli bo'lib qolsin uka degan inson chiqib qolishini har kuni duolarimizni so'rayapmiz. Endi Xudo xolasa Allohimdan so'rab sababini qilaveraylik. Allohim o'zi biz obunachilarimizni diliga solaveradi, obunachilar. Kelgan qadrdonlar, mana shu insonlar mana ko'rib turibsizlar, ayoli, o'g'li hozirgi mana ish aravada ketgan, o'zi mana 3 kishidan iborat bularning oilasi. Shu 3 kishi 17 yil, 20 yil bunaqa sharoitni ko'rmay yashagan. Shularga bir chiroyli sharoit qilib beraylik. Sizlar bilan biz 12 xona uyni qurib, 4 ta xonadon qilib, chiroyli qilib 4 ta oilaga topshirdik. Kuch birlikda 2,5 oy, 3 oyda bitkizdik o'sha narsani, obunachilar. Nahot endi bir 15 kun, 20 kunda bir 2 xona, 3 xona uyni chiroyli qilib, mana shu oilaga topshira olmasak, jigarlar, mana shu kartalarga befarq bo'lmanglar. Faqat umidimiz sizlardan. Bizni boshqa bunday bittasi kelib, $3-4 ming dollarni oling uka, bitkizib oling deydigan obunachimiz yo'q bizni. Hamma o'rta hol oilalar qo'lidan kelganicha kartasidan 50 ming, 100 ming, 5 ming, 10 ming, 1000 rubl, 500 rubl, 100 rubl, 50 rubl qilib qo'llayapti obunachilar. Ana shu insonlar bilan bitkizamiz biz. Bizi maqsadimiz qadrdonlar. Bitta odam kelib 4 ming dollarni berib bitkizib yuboring uka degandan ko'ra biz 5 ming, 10 ming qilib yig'ishni xohlaymiz. Nimaga? Bitta odam kelib ustaka pulni berib bitkizib yuboring desa, o'sha odamga yoziladi-da daftariga. Aqa borganda. Ha biz 100 ta odam bilan qiladigan bo'lsak, 100 ta odam daftariga yozamiz biz. O'shuning uchun obunachilar, sizlarning ham daftarlaringizga shunaqa ulug', yaxshi, chiroyli amallar yozilishligi uchun 5 ming, 10 ming pullaring bilan yordam qilasizlar mashkartalarga, qadrdonlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kuch birlikda, Xudo xolasa, sizlar bilan uddalaymiz. Shuncha narsani uddalab kelganmiz, obunachilar. Bu ham hech nima emas.
biz qilgan ishlarda mana blogerlik sohasiga kirib shu kungacha qilgan ishlarimizni oldida bu hech narsa emas. To'g'rimi jigarlar? Gapim to'g'ri bo'lsa, bugun ham kommentariyaga xatomtoq haqida to'g'ri aytyapsiz. Biz siz bilanmiz uka deb yozib qoldiringlar. Mana Jamshid bedamga ko'rsataman, mana shapkalari yarashib o'zlariga. Mana shunday turing, siz chiroyli bo'lib, ha? Mana hammachilar. Hammachilar yarashibdimi yangi shapka? Ha, ne qilib ko'rsatmayman. Hammani ham akasi bo'lsin ekan-da. Qaysi duolaringizni so'raysiz manda ukani? Qaysi duolaringni so'rading? Shapkalar olib bersam, obunachilarni yig'ib bersam, ha, qaysi duolaringni so'rading uka mandaqa akani? Ha? To'g'rimi? So'rashdingmi? So'rashmadingmi? So'rashganmiz, yana so'rashib ko'ramiz. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan, janjaldan sog'mi? Proyektlarda qimir-qimir qilib sekin olyapmiz bizdan kelgan joyidan. Xudo xolasa videolar kuzatib, qo'llab-quvvatlab, Toy bola kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar 20 mingta bordi, ozgina. Kim nima dardda, bu o'zini dardida, 20 ming bo'lmadi. Aka sovg'adan ham qoldi. Javob sovg'a bor edi. Sheral akam bantilab, tayyorlab qo'ygan ekan. Olib tashlavering bantilarni, bo'ldi o'sha bu bola arzimaydi ekan. Tayyormi desam, 20 mingta bo'lib yo'q hali dedi. Bormaymiz bugun deb. 19 mingtadan sal o'tdik. Xudo xolasa sovg'alarni kerak emas. O'zimga o'zim sovg'a olaman 20 mingta bo'lsa. Bo'larmikin endi degin? Bo'ladi, xudo xolasa sekin asta musulmonchilar asta sekin video. Ha, bo'pti. Obunachilar, jigarlar, mayli, shu Jamshid ukamni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa ko'pchilik bo'lsa yaxshi-da, ozchilikdan ko'pchilik yaxshi. Bitta kalladan ikkita kalla yaxshi deydi-ku, ota-bobolarimiz. Mana shu uylarda ham, mana shu xonadonlarda ham to'ylar bo'lsin, obunachilar. Sizlarga ishonaman, xudo xolasa biz sizlar bilan yana bir uddalaymiz. Sovuq tushyapti, ko'ryapsizlar. Tuman bo'lyapti. Mana shu ota-bola opamiz-ku, mayli issiq joyda, mana shu kulbachada pechka yoqib, o'sha ota-bola yashayapti. Shuncha yil yashagan o'sha yerda. Keyinlar bir ozgina mana tog'am xursandligini qaranglar. Bugun mana massa hali butalarni olib kelib berdim. Ancha xursand bo'lishdi. Yana uyda agar chiroyli qilib beradigan bo'lsak, bu insonlar shunaqangi xursand bo'ladi. Umrining oxirigacha duo qilaman, deyapti mana. Shu to'xtasin tog'a. Payg'ambar yoshida, 63 yoshda, bu yoshga kirmayotganlar bor. Bizni ham sizlarni ham shu yoshlarga yetkazsin, 5 ming 10 mingdan yordam qilib turinglar, xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab o'raylik. Yashayotgan sharoitlari mana shu Bag'dod, mana Marg'ilonda bunaqa sharoitda yashayotganlar yo'qligi uchun mana shu oilani tanlaganmiz. Eng qiyini, eng og'ir holatdagisi. Bitta qo'llab o'rsalar ham bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik.